Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun sizlar bilan didor ko'rishadigan bo'ldim. Uzun bo'ldi sizlar bilan ko'rishamay qolg'ili. Nurg'un sabablar bir og'rib saqaydim. Hozir bugun kunlarda uy ko'chayotyapman. Ko'chayotgan uyimda o'tirib sizlarga jiddiy bir xush xabar bo'lg'achqa maydonga chiqib so'zlayapman qarindoshlar. Sizlar meni sevdingansizlar, men sizlarni sevdim. Lekin men sizlar bilan davomli gaplashib turganim bilan vatanimning ozodligi, xalqimning kurashlarida bir qitimni to'xtab qolganim yo'q. Qila olgan qo'limdan kelgan har qanday ishda men maydonda bor. Uning sirtida har qanday ishni nazorat qilib turman va kelgusi uchun tayyorlik qilyapman. Bugun sizlarga chiqishdagi sababim nihoyat cho'ng bir xush xabarni yetkazmoqchi qarindoshlar. U bo'lsa-mu Alloh taologa shunda qudratli bir kuchni bergan, butun dunyoga xo'ja qilayotgan, bütün dünyanın takdirini oynayotgan Amerika'daki bir devlet, Amerika'daki bir adalet bir devlet, hazır bugün Avam Palatası, Kengaş Palatası'dan bizden mecburi emgek kanunumuz bütünleyi ötüp gitti kardeşler. Köp sallık avaz bilen. Şunu bu hoş haber bilen. Sen anlayışlar kardeşlerim. Haberler bekçik dikim. Benim avazımdan bile ortaklaşkım geldi. Dostlarım, kolluğucularım, halkım bilen birge oturup bunu anlığım ve anlatkım geldi kardeşler. Biz uzun yıllardan beri bundak saat minutlarını kütken. Kaçan bir 5 kongres 10 sene tur bizim işimizni ağzıga alak edip. Hazır yüzlerce, 200'lerce, 500'lerce hemiz ağzıga aladığım oldu kardeşler. Bulup mu Uyghur Amerika uyuşmasıymış el-Pidarhilim, el-Nigarhilim, muş Aksaray'da kongres, senet kongreslerde işlevatkan siyasetçi kızımız Dilmurat ve Amerika Uyghur uyuşmasındaki Kuzat Altay degендek muşu yaşla yetekçiliği de Amerika'daki barlık Uygurlar, iştattaki ziyalilerimiz, Amerika Kongresi senatörüge xat yazıvatkan, telefon berivatkan, namayiş ettirvatkan bulup mu Amerika Uyghur uyuşmasının oxşumagan faaliyetleri çağırıp ula bilen 100 200 neçe kongres senatörler bilen görüşüşü. Muşu siyasetçilerin bularda pul yok karındaşlar. Bular bir yerden pul ağını yok. Amerika Uyghur uyuşması özünün iqtisadiga tayinib iş qılatıdı. Muşlar muşundaq yürüp ulanı çağırıvatkan, her xil şundaq iqtisad ketadigan faaliyetler, vaqt ketadigan bir adam bilen birden gaplaşıp durup aşkı, mesela Elpidar degen kızımız hem işleydi 8 saat, balısı var, ailesi var, lekin keç gündüz şunda işleydi. Ben aşındaq o kızdan acayip bir pəxirlenip ketdim. Muşundaq bir yetekçiler meydanda boğanda, anındakini əgəşkiçilərimi yaxşı əgəşüdü qarindaşlar. Mana şu bütün Uygurlar Amerika Kongresi'nin içinde kaçandan beri sizler köravatsızlar şu döjünlüyaqa Kongresi'nin içinde ömlep jürvatkan, senetinin içinde ömlep jürvatkan Uygurlar aşırı top bulup kırvatkan, balam devatkan, akam devatkan, ukam. O özünün balısına eşyat anlatkanken bütün Uygurların kutulduruşta körüklük rol oynaydı. Yalğız akısının balısının emez. Muşundaq şunun için Taşlı İşler Ministeri kubul kılıvatkan, muşundaq işlerini epağalığımız için işlerimizden yalğız Amerika'daki emez, muş Türkiye'deki namayışlar, dünyanın hem yerde guvalıqdan ötüşler, hem dünyanın hem yerde epirvatkan faaliyetlerinin bütün dünyanı kötürvetken bulup mu lagırdan çıkan lagır şagitlerinin sadası insanların kozgıvetli ornadın. Turmadan çıkan, turmada tukalları bağlanan paketleri bunu muşunda kılış arkalık hemimizden oxşmıgan avazını kuçka aylandırdık karındaşlar. Oxşmıgan avazı bilen bütün dünyanı titirtivettik karındaşlar. Lagırdakilerinin keni, ulanın köz işi, ulanın dağaları, ulanın telmirişleri bizni ornumuzdan desturuzdu. Biz Amerika Kongresi senatörü, dünya siyasi olları, Avrupa Parlamenti, Birleşken Devletler Teşkilatları, Türkiye'li bütün siyasi ollarını desturuzdu karındaşlar. Kan, küçük balalarının köz yeşi, analarının köz yeşi, dünyanı ornadan kozgıverdi karındaşlar. Kozgalmayı mümkün emez. Muş esirdeki, muş lagırdaki 10 milyonlap yetip atkan Uygur halkıga turmadı milyon yetip atıdı, lagırdı milyon yetip atıdı, milyonluğun ezan kuldu biri atıdı. Bizden ziminimiz, mana muşu özü bizden besivilingan zimin ekenligimizni
tacavuzçının tacavuz qilib kirib bizni besib olganligini isbotlaydi. U zimin uning emasligini, shuning uchun bizni o'ltirayotganligini dunyoning ko'zini ochdi qarindoshlar. Biz 10 yilning oldida besilingan zimin deb qonun ma'qullab bersin deb yo'llagan. Bizning davlatimizni asliga akab bersin. Ayni vaqtda setib etganlar davlatimizni siyosiy davlatlar, cho'ng davlatlar asliga akab bersin deb talab qilib kelyapmiz. Lekin shunda bo'lsa-mu, u vaqtdagi uyg'unishlarga hozirgi uyg'unishlar o'xshamaydi. Bizning kichik bolalarimizning ko'z yoshi, osh to'kilgan qonlar, bosqinchilik uchirgan qizlar, osh ingrab qiynoqda o'layotgan bolalarning, shehidlarning ruhlari butun dunyoni uyg'otib o'rnidan turg'izdi. Bizni ham o'rnimizdan turg'izdi qarindoshlar. Muşununğa dünyanın hem yerinde namayiş ettiriyotgan, imza toplayotgan, meyli teşkilat olsun, meyli yaşlar teşkilat olsun, meyli partiya olsun, meyli hükümet olsun, meyli başka olsun, hemmisinin ettiriyotgan faaliyetlerine rahmet etmen. Birisi toxtamay o'xshamagan usul bilan faaliyet ettiriyotidir. Rahmet qarindoshlar. Hem de şu rahmet bilan birga Amerika Kongresi, Amerika senatörleri Çin ko'nglimizda bütün Uyghur xalqi nomidan rahmat etaman. Bo'libmi Amerika Kongress sanatlarining ichida mush 15 yil, 25 yilning yoqi Tamlantos oilasidek, Christoph Smith'dek, James McAvoy'dek, hozirgi Marco Rubio'ning har bir gaplari bütün dunyoni tavirtida bir Uyg'ur bo'lib turib so'zlayotdi qarindoshlar. Ovozlar. Nancy Pelosi xonimdek mushundaq oldingi saptiki rahbarlarimiz mushundaq adil odamlarimiz bo'lgan ekan, biz cho'qim bu siyosatda tutib chiqadiganligimiz Xitoyninki hamma ishlarining mag'lub bo'ldiganliginingki bir ishga yechildi qarindoshlar. Emgak qonuni, majburiy emgak qonuni butunlay ma'qullandi deyapsiz. Prezident tasdiqlamiz qanday ma'qullandi deb qilishinglar mumkin. Az ovoz yerim ovoz bo'lib qolsa, yoki ozroq bo'lib qolsa, prezident tasdiqlamasa kuchga ega bo'lmaydi. Hozir eng ko'p ovoz bilan o'tib ketdi. Prezident tasdiqlasimi kuchga ega, tasdiqlamasimi kuchga ega. Shuning uchun buni o'tdi deb sizlar bilan xo'sh xabarda o'rtoqlashyapman qarindoshlar. Qarindoshlar, biz g'oyat qilish uchun faqat tek bir yo'l bor. U bo'lsa-mu, bizning vatanimizdan Xitoy chiqib ketish kerak. Besib olgan tajovuzchi chiqib ketish kerak. Biz o'z ziminimizni qo'limizga qaytarib elishimiz kerak. Qaytarib elishimiz emas, davlatimizni asliga keltirishimiz kerak. Ziminning egisi biz qarindoshlar. Uningsiz biz hayot qolmaymiz. Biz hayot bo'ladi ekanmiz, Xitoy hayot bo'ladi ekan, bizni o'ltirmasa o zimin o'zining bo'lmaydi deb qaraydi. Buni hozir dunyo tunib ketdi. Bütün dünya tunib ketgan yerda. Bütün dünya hozir bizning ishimizni Uyg'ur bo'lib ko'ngil bo'lyapti. Faqat o'zimizlar ko'ngil bo'lib ittifoqlashib bir harakat qilsak, cho'qim bu ishlar amalga oshadi. Qarindoshlar, har xil kuzatishlar bo'lyapti. Har xil talash tortishlar bo'lyapti. Bo'lmagandan bo'g'ini yaxshi. Ko'ngil bo'lmagandan ko'ngil bo'lganinglar yaxshi. Mushundaq talash tortishlar bir-birimizni uyg'otadi. Buningga men rahmat aytaman. Mushundaq bo'lmagan ishlarni ochiqib, biz bir-birimizni uyg'otish bu sizlardagi aql va sizlarning jim turmay harakat qilayotganliginglarni va boshqa siyosiy o'yinlarni uyg'otadi qarindoshlar. Men yana bir qatam Amerikadagi siyosiy faoliyatchilar kech-kechlab namoyish qilgan, kech-kechlab mush qattiq shivirgan sovuqlarda, ashada tunagan, oftoblarda kun-kunlab o'tgan mushundaq siyosiy tashkilot boshliqlariga rahmat aytaman. Men hargizmi bu da'voda uyda jim yetib to'xtab qolganim yo'q. Men sizlar bilan bir sapda kelgusida nima qilish to'g'riliq? Buningdan keyin nima qilish to'g'riliq? Xalqimizni qanday qutuldirish to'g'riliq? Men sizlar bilan davomli bir sapda. Hammanglarga salom, samimiy salom. Lekin yana bir gapni oxirida qilib ketaman. Qarindoshlar, Amerikaning ichida bo'lsin, dunyoning siyosatga aralashmaymiz. Siyosatga yaqin kelmanglar. Davatgan bir guruhlar bor. Men ularga rahmat dedim. Sizlarning uyg'onishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga.